Assalomu alaykum yana bir marta. Bugun obzorimizda legendarniy Damas mashinamiz. Damas. Damas. Damasni endi orqa o'rindiqlarni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak biz O'zbekistonda. Damasda umuman o'tirib aylanmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Kimdir orqada, kimdir oldinda hayotida bir marta bo'lsa ham chiqib ko'rgan. Hop, Damasimiz 08 karburator. Qani bismillah. Bismillah. 2023-yil. Muzikani pastlatib qo'yamiz. Bizga shart emas muzika. Axi monitor barlarni qo'yib qo'ygan chiroyli qilib. Bu patsosli hali ham esingizda bor. Patsosni tortib qo'ysangiz bo'ladi. Voy. 2023-yilda bizda patsosli mashinalar, ya'ni karburator motor ishlab chiqarilyapti, maza qilinglar. Ot kuchi qancha ekan buni? Men hech qiziqmagan ekanman. Nechta ot kuchi bor? Hozir shuni sirazi ko'ramiz. Damas. Сколько лошадок Дамасе 2023 года. Так, mana 0,8 litr 38 ta ot kuchi. Mikroavtobus, minivan kuzovli. Mikroavtobus minivan kuzovga kirar ekan bular. Tak. Har doimgidek endi esdan chiqarmaymiz, chunki bilasizlar shaharda hozir markazidan video qilyapman. Bu degani любое время гаи payi hamma yoq bo'lishi mumkin. Shunga olib tushmas ekan shekilli. Voh, xudo, bunda gidrolika ham yo'q. Agar kim xabari bo'lsa. Alloh, bismillah. Voy, bismillah. 38 ta ot kuchi. Mexanika 5 ta pog'onali. Voy, qo'l qo'ygan ham joy yo'q, ey. Lekin bu mashinada 38 ta ot kuchi deb birov aytmaydi. Bunga chiqqaningizdan keyin qanaqadir duh keladi. O'zingizda bor kuchingiz ham qo'shilib ketadi bu 38 ta ot kuchiga bordi. Tepani karburator, motor karburatorligini hisobiga shu oxirgi ham оборотni eng tepasida ham yaxshi ishlayveradi. Damas haqida kimning qanaqa fikri bor, kim nima boshidan o'tkazgan, qanaqa voqealar bo'lgan Damas haqida, kimni shunaqa gaplari bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar, bir sizlarning ham o'qitlaringdan foydalanaylik. Men o'zimda bo'lib o'tgan voqeani aytadigan bo'lsam, oldin futbol bilan shug'ullanganimda bizni musobaqaga yoki bo'lmasa birorta o'yinga Damasga solib ketishardi. Обязательно Damasda hammaning ham xabari bo'lsa kerak. Bitta Damasga o'zi 7 kishi o'tirish kerak bo'lsa, bizda kamida 15 kishi o'tirardi. 15 kishi ketardi, orqaga bunday qilib 3 qator taxlab qo'yishardi. Xullas, indamay borib kelardik. Yosh bo'lgan ekanmiz, hamma yoqqa ko'narganmiz. Hozirgi paytda Farg'ona shaharida markaziy ko'chalarda yuribmiz. GM'da o'zining rasmiy saytida men Damas haqida ma'lumot o'qigandim, bunga ancha bo'ldi. Yuk tashish uchun, kichik biznes uchun deb yozilganligini men o'zim guvoh bo'lib o'qiganman. Shunda o'ylagandim, что Damas odam tashish uchun emas deb. Lekin bizda bilasizlar, Skorida ham Damas, xodimlarda ham Damas. Kimga Damas to'g'ri kelsa, o'shanga Damas qilib berishgan. Shitlarida to'xtaymiz endi. Shtob sizlarga ko'rsatish uchun. Qani bismillah. Damasimizni ko'rmagan odamlar uchun Damasni bir ko'rsatib qo'ying. Bunaqa chiroyli diskalar taqib qo'ygan. Aka o'zi juda ham qiziqadi shunday ishlarga. Ya'ni boshqa mashinalarni ham ko'rganman. Doimiy chiroyli diskalarda, ya'ni umuman
mashinaga qarashni yaxshi ko'radi. Bagajda hech narsa yo'qmikin? Ana bismillah. Bagajni bor deb ham bo'lmaydi. Bagaj kerak bo'lsa orqa o'rindiqni prosta olib tashlaysiz. Esda bagaj bo'ladi. Hech qanaqa yopish uchun ham dasta ham yo'q, biror narsa yo'q. Prosta ochiladimi, ochiladi, все. Orqa o'rindiqlar. Depani bu prosta Damas bor, orqa o'rindig'i bor, sиденье bor. Yuradi. Voy, eshik ham yopilishi ham qiyin. Tashqi tarafini ko'rdik. Endi yana davom etamiz. Kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldiringlar. Damas kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Kimdir aytadi, Damas o'rniga boshqa mashina olganim yaxshi deydi. Shuning uchun kim qanaqa fikri bor, kim qanaqa fikrda umuman bu mashina haqida kommentariyada yozsanglar, unga qarab fikr almashamiz, bo'lishamiz. Kimga yoqishi, kimga yoqmasligi haqida yana gaplashishimiz mumkin bo'ladi va nima, именно qaysi taraflari sizlarga yoqmasligini ham yozib qoldirsanglar, biz albatta xursand bo'lgan bo'lardik. Bundan keyingi videolarda ham qanaqa mashina haqida qanaqa mashinani yana ko'rmoqchisizlar? Xuddi shu ko'rinishda buni yozib qoldirsanglar, men iloji boricha video olishga harakat qilaman. Damas endi tezligini hisoblab ko'rmaganman, ya'ni qancha necha tezlikka chiqishi, uni rasxodlari rasxodi o'tgan kuni bittasidan so'rasam, propanda dedi, shahar ichida 10 ta ichyapti dedi. Kira qilaman dedi. Ya'ni endi ularda to'xtash ko'p, o'shaning hisobiga 10 ta ekan. Endi shunga ishongan holatda biz bu mashinani doimiy ishga uyga bo'lganligini hisobiga 8-9 ta deb hisoblasak ham bo'laveradi. Обслуживаниеga keladigan bo'lsak, обслуживание menimcha arzon, nisbatan arzon qolgan mashinalarga. Chunki Damasda orqada resorlar, ya'ni hadovoy yo'q ham hisoblanadi. Prosta resorlar, narsani yuklab ketaverasiz. Любой narsa toshsiz bo'ladi mashinada. Любой narsa toshganini ham ko'rganmiz-da, torvoz deysizmi, taxta deysizmi, rom deysizmi, nima odamda xayoliga kelsa, Damasda orqasiga siqsa solib ketishi. Xohlasangiz xolodilnik bilan konditsionerni ham yuklab berishadi, Toshkentgacha olib berishadi xuddi shu holatda. Shuning uchun Damas o'ta universal mashina. Oilaviy ishlarga, mana aqalga ko'chishadigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa shu kichkina biznesdagi ishlarga juda ham qulay narsa. Damas 0 dan 100 gacha bilmayman, bir chiqib oladi. Vaqtini bilmadim, lekin qanchada chiqib oladi, lekin chiqib oladi. Undan tashqari avariyasi xatda aytganda, oldin eski выпускаlarda bilsanglar maytda chiqqanda, rulni orqasida tortib qo'yadi, avariyga yonadi. Agar kimda mashinasi bo'lsa, obzorga bermoqchi bo'lsa, nomer qoldiraman описаниеda, o'shanga telefon qilib, Farg'ona shaharda aytsanglar, borib videoga olib, agar sotiladigan bo'lsa, sotuvga ham qo'yib berishimiz mumkin. Albatta bepulga. Peshxodga yo'l beramiz. Damasda tormozi ham yaxshi. Bilsanglar, yana qanaqadir regulirovkasi bormi degan, adashmasam, tormozni bossa oldigacha ko'tarilib ketadi, borki. Shunaqa darajada yaxshi Damas. Endi aytga sig'amizmikin? Tak, sig'amiz ekan. Endi mana shu yerga parkovka qilamiz hozir. Mashinalarni qo'yib yuboramiz. Birinchi doimiy ravishda yana bitta maslahat hozir aytib qo'ysam, sizlarga yaxshi doimiy esda tursin. Birinchi o'rinda mana oynalar esdan chiqmasin. Doimiy umuman yurishdan oldin tekshirib qo'ysanglar, o'zingizlar uchun plyuska ishlaydi. Har doim, hech qachon sizlarning minuslar ishlamaydi. Chunki
Shunaqa holatlar ko'p bo'lganda, oynakka qaramasdan yuraveradi, ahmoqqa o'xshab. Qaraysiz-ki, odam chiqib o'rgan. Buni gabaritini ham shuncha osonda. Faqat shu rul gidravlikka basligicha. Ozgina qiynaydi, lekin eplangan odam buni ham bilasizlar-ku. Nima ko'ylarga solib tashlaydi, udamasdi. Ayniqsa kira qiladiganlar udamasdi ichida. Yorvorishadi, har balo qilib. Voy, bismillah. Bunda bir oy yursiz, kachkaga chiqish ham shart emas ekan borki, zalga. O'zi shundoq ham bomba bo'lar ekan qo'lingiz. Voy. Xullas joyladik. Xullas, epladim. Mana shu ishlar ko'pga. Mana bu narsa menga o'zi yoqmaydi. Yumshoq, udobni, bilan teskir bo'ladi, tez mana to'kilib ketadi. Chimchaga yoqtirmayman. Hammada o'chirdik. Xo'p, hammaga rahmat videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun. Bundan keyingi mashina qaysi bo'lishini xohlaysizlar, обязательно kommentariyaga yozib qo'yinglar. Men o'shani topib shunaqa qilib obzor qilishga harakat qilaman. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.